Simba ve onun hemraları şu mağanca Tanzaniyanın janubidagi meşhur ve güzel Zirmasarı teğe yetip geldi. Tağ çoqqısını oppoq qar qaplagan edi. Eğer qaygıga patqan Simba'nın etrafidagi güzel manzirlardan lazzat elishqimi rayi yo'q edi. Uning hemraları bolsa tinishqina aram elvatadi. Chunki ularning qishida Simba bolsa xotirjam edi. Bana xuddi o'z uyimdek hech narsa yot tuyulg'ini yo'q. Bu rostili go'zal yakina. Biroq shu tapda Simbani ko'ngli parishon ko'rindi. Bizni o'ptaraq bir uxlavasu devatqanda qachon. Mening sen o'sharoq bo'lg'in. Simba bir kunni ahvoli kelishga evatdi. Nima uchun shunday qildi bilamsan? Meningcha biz serkodni cho'qib qutulib ketdik, Shundoq, vaqt bekor o'tkazgandan ko'ra birdan o'zim uxlagan yaxshi. Serkoddan qutuldik deganga hech ishongim kelmaydi. Biroq bu gap biz uchun cho'ng tasalli. To'g'ri aytdim. Endi aptatni verishimizdan hojat qolmadi-da, Bu o'rin. Daraxt soyasida qushlarning sayrishini anglag'ach, aram ep yotsa nima degan payzi, Yana hasalarlari bo'lsa, nurg'un hasal chiqasa, men hasal chiqadigan bo'lsa, qanday yaxshi bo'ladi? Shundaqda to'qqizim tabla ekan to'q. Harlar chiqibmi tursa degini? Haras u yerimi bor. Nemish qo'ning chiq tegiversa, Simba! Simba! Qandoq, hech xabar yo'qmi? Ketgili xeli bo'ldi. Ajab kelmaydi-ku. Shuni deyman, burkutga hamroh bo'p, kim ketgandi? Seni qushqash. Boraman deb turib oldi. Bo'pti deb avatgandim. To'g'ri qilibsiz. O jo'q kichik bog'ini bilan Botirga. O o'zini bak chechanchoqlaydi. Qaranglar, ular keldi. Men ko'rdim, ular kelyapti, ajab yaxshi bo'ldi. Keldi. Toza hazırgansana. Yaxshi bo'ldi. Bichor seri qushqash toza olgansan-a? Sen chaqon bo'lgandikin, topni tutib ola, Og'rib ketdimi? To'paq qattiq tegdi. Cherchi, sen de eski kelsen, men o herif ketkinimni bilib turib qasdan axmat qildim. Xat bir kuni to'pini yer etmaydigan bo'lsa. Sinab
yaxshi. Bizenge agah bol, ko'zini cho'qolmay yana. Bu yoqqa kelma, bo'lmas paylaringni yungdi mayli yutib etdiman. Kelaqani. Bo'ldi qilinglar. Kuchinglardan dushmanga azroq qolsin. Shuni deyman, to'g'ri aytding Simba. Bizni kechirgin Simba, bekatimizdan eshib ketibdik. Sendan afv so'rayman. Ma'qul. Egilgan ahvolni sana doklab qilay. Ma'qul. Degine. Serkon qo'shinni boshlab, Zirimazor o'tig'ining eng egiz cho'qisiga chiqmoqchi bo'lib yetibdi. Meningcha ular hujumni tog' cho'qisini boshlamoqchi. Şimdi ularning tayyorlik qilayotganligini ko'rdik. Ularning bizga tog' cho'qisini hujum qilishini cho'qim to'sib qolayli. Bo'lmasa, o'rin jihatning ustunligi ega bo'lib oladi. To'g'ri dedingiz. Nima bo'lmasin, ularni to'saylik. Agar biz tuzlanlikda qolsak, pasipallar tushib qilib zarba yeb qolamiz. Qaraganda yana jang bo'ladigan o'xshaydi. Mening muchan qilg'im yo'q. Faqat rezil Serkonni mag'lub qilsamli bo'ladi. O hamish qorong'u joylarga yoshirinib yurgach topmoqni bektasgan. Uni o'zini ayirib chiqishni amalni topsaq bo'ladi. Gaping joyida, ammo uni qanday boshlab chiqiliq? Simba, men bir aql topdim. Uni Bu nimdaydi? faqat o'g'liyammidim. Seri qushqash, darhol qo'shin xabar qil. Hozir yo'lga chiqamiz. Darhol yo'lga chiqamiz. Anladingmi? Hozir yo'lga chiqib ekanmiz. Ne bo'ldi? Tez dur, ağlamadın mı? Tez dur. Qo'zg'in ajab og'irdi. O'ligidek yavanmagan bo'lsa, qo'sig'ing og'irmaydi. O'g'lining iltifoti bilan yeb xo'pdimanda, ha? Ko'pchilik, tez bo'linglar, azmini qilmay, kezmanglar. Tezroq bangayli. Buni chaqmoq. Amma tezroq baqay. Yaqinlashib qoldi. Biz endi nima ish qilamiz, alilari? Ularning keldiganligini biletdim. Keldi, kimni deydilar alilari? Sence kimni davatgandiman? Rostni aytganda, men bilmadim. Sen kim hujum qiladi? Obdan o'ylab baqa. Kim bo'ladi? Sen bo'lmamdi. Bizga shular hujum qilmoqchi. Men hujumni biz qilamiz ekan deb o'ylabdim. Sening chiza ular hamisha bizning hujumimizdan mudofaa ko'rib o'tirganda. İşte biz uchun aytganda hujum qilganimiz yaxshi, ishonchlik bo'ladi. Uyg'ur shundoq, biroq bu qatim ish boshqacha. Hujum qilib qolsa, oqibat qanday bo'ladi? Seningcha qanday bo'ladi? Tez mudofaa o'rnashtir. Xo'p, alilari.
Stillikni saqlab qilish uchun qismni boshlab tog' cho'qqisiga istiqomni egala. Tez bo'l. Xo'p, mana hozir. Tayyor bo'ldik. Nayt yaxshi, imkon qadar yoshirininglar. Hammaylar o'z joyida hozir bo'ldi, Simba. Ular buyruq ijro qiladi. Serkonning oldini to'sab, uni aldab chiqadi. Shunda olilari. Qani hamsa do'stlar, yo'lga chiqaylik. Flashning ostiga yoshirni olsa hech kim ko'rolmaydi. Qani, kirib Bana bir peşkellik keladiğandek durdu. Simba yıkılıp kaldı. Lekin görünmeydi ha? Neme oyun oynavatkandı o? Ha? Neme avaz bu? Aliler bir şey bağlantılı mı neme? Korkuvatım ben. Hoşça. Biz planımız boyunca hareket kılaylı. Türkiye sirkonu aldap hep çıksın. Alileri oynasın, alileri oynasın. Ulan kegen takılıdı. Neymiş bu? Dostlar, olgu! Esirlat olsun, bizde vazifemiz Serkan'ı yetim kaldırış. Serkondan osh tarafga qarab qochdi, ajab obdan bo'ldi. Qarab boqay, sen bu tarafga qochdimikin?
Simba! Serkonni jilik tarafga chiqishga qista. Qolgan ishini men qo'yib, uni hargiz qochirib etmayman. Yordamingizga chin dilimdan minnatdorman, taraq padishohi apol. Onundan qutulsam bo'ladi. Bek isib ketdim. Endi qutulaman. Simba! Ajan! Simbani hiç kim yengenmeydi. O diyen hemmeden yaman. O şundak.
Bana rahim qil. Mushundaq gapni qilishga 100 yil ekan, ha? Sen degan botir padişah, bana mundaq muomala qilsang bo'lmaydi. Sen bana qandaq muomala qilgan? Sen kechirgisiz jinoyat o'tkazding, endi hargiz qo'ypamayman. Sen texi bana rahim qil deyapsan, ha? Ota-onamni o'ltiribdi, bu yovuz ablah. Hatta bizga xotirjamlik bermedin, ha? Bu ishlar yodimdan hargiz chiqmaydi. Ötüp ketken işler, sen hazır çoğun oldun. Doğru dedim, ben çoğun oldum. Endi sana barlık kan qarzlarını töyletimen. Meni koyu etken, endi sana avarçılık deyip vermeymen. Adalet, yavuzluk üstüden ahir galip geldi. Serkon öldü. Kutluq bir günü Senba ata-anasından miras qalğan şahlık taxtiga ultamoqchi. Tashkish murosimi deb atalgan katta to'y kuni ularni kutmoqda. Shundan boshlab ko'pchilik Senbani Shohinshoh deb atashadigan bo'ldi.